Azizlar, hayot bu oddiy yashab o'tish emas. Hayot bu kurash, hayot bu ishonch, hayot bu har safar yiqilganda yana turish jasoratidir. Siz ba'zan charchaysiz, ba'zan nega aynan men deb o'ylaysiz, ba'zan qo'llaringiz tushadi. Ammo bir narsani unutmang, sinovsiz kuch bo'lmaydi, qiyinchiliksiz o'sish bo'lmaydi, og'riqsiz natija bo'lmaydi. Tasavvur qiling, eng qimmatbaho olmos ham oddiy tosh edi. Uni bosim, vaqt va sinovlar olmosga aylantirdi. Siz ham hozir shakllanyapsiz. Sizni hayot sindirmayapti. Sizni hayot charxlayapti. Hech qachon o'zingizni kichik deb o'ylamang. Ichingizda ulkan kuch bor. Balki hozir buni sezmayotgandirsiz, lekin har bir yurakda bir cheksiz imkoniyat yashaydi. Faqat unga ishonish kerak. Agar bugun yiqilgan bo'lsangiz, mayli, ammo ertaga yana urinib ko'ring. Agar bir eshik yopilgan bo'lsa, boshqa eshikni qidiring. Agar odamlar sizga ishonmasa, o'zingizga o'zingiz ishoning. Bir kun keladi, bugungi og'riqlaringiz sizning eng katta faxringizga aylanadi. Bugun sabringiz ertangi muvaffaqiyatingiz bo'ladi. Shuning uchun qo'rqmang, to'xtamang, taslim bo'lmang, chunki siz oddiy inson emassiz. Sizning hayotingiz qadrli, sizning orzularingiz muhim va siz bunga loyiqsiz. Bugundan boshlang, hozirdan boshlang. O'zingiz uchun yashang, jasorat bilan yashang va shunday yashangki, bir kun ortga qaraganingizda men qo'rqmadim, men harakat qildim, men yashadim deya olasiz.